Sino uchun sevgi his emas edi. Bu odamni o'ldira oladigan kasallik va bu kasallikning davosi faqatgina bir qizning ismi edi. Jurjon saroyida Aziz ismli yigit so'lib borardi. Taom yemas, hech kim bilan gaplashmas edi. Tabiblar birorta ham kasallik topolmadi. Ibn Sino bilagini ushlab uzoq jim qoldi. So'ng dedi, bu muhabbat dardi. U sirini aytgandan ko'ra o'limni afzal bilyapti. Va g'alati shart qo'ydi. Jurjonning barcha mahallalarini yoddan biladigan odam keltirilsin, ammo Aziz buni bilmasin. Hammol mahallalarni sanay boshladi. Tabibning barmoqlari yigitning tomirida. Bir mahalla, ikkinchisi va zargarlar mahallasi deyilgani zahoti tomir gupillab urib ketdi. Endi mahalla oqsoqoli xonadonlarni sanadi. Bitta xonadon aytilganda oylab qimirlamay yotgan Aziz o'rnidan turib o'tirdi va yillar davomida ichiga yutgan ismni o'zi pichirladi. Gulbono. Davosi visol dedi tabib. O'sha kundanoq to'y boshlandi va o'layotgan yigit dorisiz oyoqqa turdi. Lol qolgan saroy quvg'inda yurgan allomaga panoh berdi. Ibn Sino o'zgalarning ishq dardini bir soatda davoladi, ammo o'z yuragida ham xuddi shunday dard bor edi.